Mana o'g'lim 18 ga kirib qolding. Endi mashina minishni avtomaktablarga borib o'rganishing kerak. To'g'ri aytasiz, prava olishim kerak. Men bechorayam 41 ga kirdim. Qachon o'sha avtomaktablarga borib mashina minishni o'rganar ekanman a? Senga mashina minishni nima keragi bor, a? Ana Odilo o'rtog'im mashina minib yuribdi. Nima kam joyim bor undan? Bo'pti. Pastga tush, mashina minishni o'rganamiz. Voy rostmi? Hozir kelib chiqay. Qani, boshla. Menga qarab, pravani otay olib bergan bo'lsam, ko'zingga qarab hayda tushundingmi? Nima qilasan? Kim bilan urishyapsan? Yo, o'rtog'im aytdi. Mashina minishdan avval ko'chada biroz yo'l qilishni o'rganish kerak ekan. Chakkaga baquvvat qilyapti. Rasburchi, ko'chadagi ana shopir bilan urushib yurmaysan-ku. Urushakkaladi ko'rasan, hammasi uzun so'rab chiqardi. Zato piar bo'ladi, Dilo shunaqa dedi. Yaxshi, ham Dilo seni mashina minish bo'yicha ustoz emas. Bo'lmasa ham yo'qda kashasini chiqarardilar. Nima qilay bo'lmasa? Qayerga olib keldingiz meni? Bu Tosh Index avtodrom qoshidagi avtomaktab. Erkaklar tiqilib yotibdi-yu. Bu yerda ayollar uchun maxsus guruh tashkil qilingan. Mashina minish kim o'rgatadi? Va aytyapman, instruktor ham ayol kishi. Dilo unaqa demagan. Dilo demay turgin, ana bu xonaga kirgin, birinchi darsingni olib turgin. Ungacha men seni ro'yxatdan o'tkazib turaman. Dilo unaqa demadi. Dilo deydi. Uzunligi avtomobilning gabaritidan 0,5 metrdan oshmasligi kerak. Dilo o'rtog'im nega unaqa demagan? Kechirasiz, darsimizda Dilorning nima aloqasi bor? Dilo yaxshi mashina haydaydi, o'rtog'im meni. Shu yerda ham Dilo deydi-ya. Ustozlarga sabr bersin.